Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz. Google xaritani ochib, Afrikani eng tez rivojlanayotgan shaharlardan biri Nayrobini ko'zdan kechira boshlasangiz, mana bu shirkatlarga ko'zingiz tushadi. Airtel Money Dream Enterprises, Blessed Link Innovation Center, Delix Enterprise Creative Studios. Bu balandparvoz nomlarni o'qiganingizda ko'z oldingizga kamida Kaliforniyaning San Fransisko shahridagi gigant IT korporatsiyalarning osmono'par binolari keladi. Lekin mana o'sha joy. Bu yerdagi mafiya insonlarni juda qiynaydi. Oyoq kiyimlarini ko'rsangiz, bilingki, bu yer jinoyatchilardan tozalangan. Bepul taom borligini ko'rgan bolalar maktabga kelishadi. Bu Kibera. Afrikaning eng yirik va dahshatli turshobalaridan. 1 milliondan ortiq inson uchun vatanga aylangan bu joy qashshoqlik darajasi va sharoitlari bilan istalgan insonni lol qoldiradi. Na kanalizatsiya, na tayinli elektr ta'minoti, toza suv yetishmovchiligi va absolyut darajadagi antisanitariya. Gramlab sotiladigan pashsha talagan go'shtlar, qarovsiz qolgan minglab bolakaylar, qadri oltinga teng bo'lgan suv, uchar hojatxonalar, qashshoqlik, ochlik, o'g'irlik, jinoyat, giyohvandlik, chiqindi va yana chiqindi. Yer yuzida shunaqa joylar borki, ularning mavjudligiga, u joylarda inson zoti yashayotganiga ishonish juda ham qiyin. O'tdagi sharoitlarni ko'rish o'ziga bir jasorat kerak. Uni ko'rganingizdan keyin bo'lsa, hech qachon unuta olmaysiz. Eng qizig'i bu yerdan bir necha kilometr narida Afrikaning eng tez rivojlanayotgan shaharlaridan biri Nayrobi markazi. Va o'tdagi sharoitlar, o'tdagi manzaralar butunlay boshqacha. Baland-baland binolar, biznes markazlar, savdo mollari. Eng qizig'i bu joylarni dengiz yoki okean ajratib turmaydi. Balki boyayotganimdek bir necha kilometr. Balki aynan shuning uchun Kiberani shahar ichidagi shahar deyshar. Va bugun ko'rsatuvda siz Kiberada insonlar qanaqa yashashini ko'rasizlar. Iltimos, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Chunki mana shu oddiy harakat bilan qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Bu safargi sayohatimizda parvozni o'ziga 20 soatdan ko'p vaqt sarflashimizga to'g'ri keldi. Lekin yaxshiyamki bizda doim Aviasales.uz ilovasi bor. Haqiqatan istalgan sayohat mana shu ilova bilan juda ham qulay. Shunchaki manzilga kiritasiz va sanalarni tanlaysiz. Ilova bo'lsa sizga eng arzon aviachiptalardan tortib, yukli, yuksiz, to'g'ridan to'g'ri, tranzitli va yana ko'plab tanlovlarni taklif qiladi va narxlar dinamikasi bilan tanishtiradi. Aviasales.uz sayohatlarimdagi doimiy hamrohim. Mehmonxonada hamma qimmatbaho narsalar o'zini tashab keldik. Soatlarimiz, pasportlarimiz, viza kartalarimiz. Chunki bizga kecha aeroportdan boshlab etishni boshlashdi. O'zinglar bilan bunaqa narsalar olib yurmanglar deb turibdi, to'g'ri, lekin bizning hozir kameramiz bor. Kamera, telefon va o'zimiz hozircha eng qimmatbaho narsada o'zimiz bilan olib yurgan. Kiberada uylar faqatgina mana shunaqa tunki bo'laklari, yog'och yoki oddiygina loydan quriladi. Chunki boshqa qurilish materiallariga albatta pul yo'q. Endi qo'lda bor mahsulotlardan quriladi bu yerdagi uylar. Mana uy ichiga kirib ketyapmiz. Voy, juda ham tor ekan lekin. Voy, tom ma'noda chayla-ku bu. Chayla bu uy emas, buni uy deyish qiyin, qaranglar o'rtoqlar. Men o'zi bo'yim baland emas, lekin shunda ham tomiga boshim tegib turibdi. Juda ham tor, juda ham qorong'u, zax hidi kelyapti va albatta kanalizatsiya hidi kelyapti. Chunki bu yerda bilasizlar, kanalizatsiya yo'q. Mana kimdir chiqmoqchi. Oh, salom. Ha, salom.
Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingizcha? Xush kelibsiz. Rahmat, juda ham mehmondo'st ekansiz. Bu sizning xonangizmi? Ha, Suratga olsam bo'ladimi? bo'ladi. Mana shu kichkinagina joyda yashirganlar, qaranglar. Ismingiz nima? Mening ismim Masi. Masi? Ha, Masi. O'rtalab bitta oilada 10 ta bola yashashi bu odatiy holat. Ko'rishili mumkin bitta xonadonning farzandlari. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hozircha 8 ta. Balki ikkitasi ichkaridadir. Ha, mana bu yerda. Ochib ket. Uylarimizda hojatxonalari yo'q. Umuman yo'q. Umuman yo'q. Faqatgina bitta usul bor. Ya'ni jamoat hojatxonalariga pul to'lab kirishimiz mumkin. Qancha? 10 shilling. Pulli hojatxonalardan foydalanishadimi yoki tashqariga chiqib qo'ya qolishadimi? Ha, foydalanishadi. Lekin pul yo'qlar uchar hojatxonani ishga solishadi. Uchar hojatxona? Ha, bizda uchar hojatxona degan narsa bor. Mana bunaqa qog'oz qopchani olasiz, ishingizni bajarasiz, qopchani yopasiz va istalgan joyga uloqtirasiz. Mana bunday. Nima? U kimnidir boshiga tushsa ham farqi yo'q. Kiberada bu oddiy holat. Shunday boshimga kimnidir axlat kelib tushsa nima qilaman? Shunchaki borib dush qabul qilasan. Dahshat-u. Aytgancha, kiberada dushlar bormi o'zi? Ha, Uylarda. yo'q, uylarda yo'q. Dush qabul qilish uchun ham pul to'lash kerak. Issiq suv 20 shilling, sovuq suv uchun esa 15 shilling to'lash kerak bo'ladi. Xonadonlarda hojatxona va dush kabi eng birlamchi sharoitli yo'qligi sababli butun shahar hojatxonaga aylangan. Kiberada kanalizatsiya tizimi yo'q. Shuning uchun hamma axlatlar mana shunaqa ariqlar orqali o'tadi va mana bunaqa volontyorlar vaqti bilan bunaqa ariqlarni tozalab turishadi. Endi hidlarni menimcha o'zinglar ham tasavvur qilasizlar. Bunaqa yo'llarda yurganda asosiysi mana bunaqa arularga tushib ketmaslik. Yes. Mana shu Kiberadagi kanalizatsiya tizimi, ya'ni katta ariq va bu ariqqa hamma chiqindilarni, hamma axlatlarni mashaqqat tashishadi. Bu axlatlar keyin qayerga ketadi desam, ular aytishdi, yomg'ir kutib yashaymiz deyishyapti. Ya'ni yomg'ir yog'ganda bu axlatlar sekin mana shu yerdan ariq bo'ylab chiqib ketadi. Dahshatli holat, ya'ni nima deyishga ham hayronman. Bu ariqlardan suv emas, haqiqatan neft oqayotganga o'xshaydi. Chunki rangi juda ham qora va juda ham badbo'y. Kiberada yurganingizda o'zingizni xuddi qanaqadir bitta katta bozorga tushib qolgandek his qilasiz, chunki atrofda har xil do'konlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, meva-cheva yoki qanaqadir konstovarlar, xizmat ko'rsatadigan sho'xobchalar, bilmayman, hamma narsa bor. Lekin bular hammasi o'zi uylar aslida. Shunchaki uylarning birinchi qatorlari mana shunaqa do'kon yoki servis ko'rsatadigan joy qilib qo'yilgan. Chunki odamlar shunchaki yashash olmaydi, ular qanaqadir qilib tirikchilik qilishlik kerak. Ya'ni mana shu do'konlarni shunaqana orqasida ularni real hayoti boshlanadi. Un shot de tequila, dos shots de tequila, tres shots de tequila. Vente mami, vamos a pelear. Ko'cha ovqatlarini gapirmasa ham bo'ladi. Kim nima topsa, shuni pishirib yeydi. Mana bu Kiberani eng mashhur taomlardan biri chapati. U juda ham oddiy tayyorlanadi, shunchaki un, suv, tuz va ozgina yog'. Xullas, bilinchikdek gap. Bu bo'lsa eng arzon oqsil manbai, mitti amena baliqchalari. Ularni asosan Viktoriya ko'ldan ovlab kelib, quritib, pistadek sotishadi. Bunisi esa yirikroq tilapiya balig'i. Ular kun bo'yi jaziramada, chang va pashshalar orasida shunaqa osilib turadi. Chunki bu yerda ovqatni saqlashi yagona yo'li uni maksimal darajada quritish yoki dudlash. Na iloj go'shtga puli yetmaganlar aynan mana shu kabi baliqlar bilan oziqlanishadi. Lekin ochig'ini aytsam, go'sht bilan ham vaziyat juda yaxshi emas. Havo harorati taxminan 28-30 daraja va go'shtlarni ko'ryapsizlar. Orqamda shunaqa qassobxona va go'shtni ochiq hech qanaqa muzlatgichda emas, balki ochiq derazaning oldida turibdi. To'la pashsha. Bu yerda tok bilan, elektr toki bilan katta muammo bo'lganligi sababli qassobxonalarda o'zi umuman butun Kiber hududida tok deyarli bo'lmaydi. Ba'zida yonadi, boshqa payt bo'lmaydi. Shuning uchun qassobxonalar muzlatgichsiz ishlashadi.
Mana bu kadrga e'tibor bering. Qassob xaridorga bor yo'g'i bir hovuchgina go'sht sotyapti. Bu yerda menimcha 100 gramm ham chiqmaydi. O'zi go'sht Kiberada har kun iste'mol qilinadigan oddiy mahsulot emas, balki haqiqiy delikates hisoblanadi. Mana bunaqa ovqat shoxobchalarda go'shtni mayda-mayda bo'laklarni mangalda pishirib, tuzga botirib yeyishadi. Bu inson ko'rinishidan mahalliy amaldorga o'xshayapti. Bu esa klassika, shakar qamish sharbati. Bu yerda echki tuxumlarini pishirishadi. Tuxumlarni? Rostdanmi? Rostdan. Mana bu uning boshi. Okay. Mana bu esa tuxumlari. Siz hech ularni tatib ko'rganmisiz? Ha, Mazalimi? albatta ular juda mazali. Rostdanmi? Menga yoqadi. Ham foydali. Mana bu sariq kanistralar bo'lsa Kibera ramziga aylangan. Chunki bunaqa idishlarda mahalliy aholi suv sotib olib ichishadi. Bitta kanistra 20 shilling, ya'ni taxminan 15 sent. Bu juda kamdek tuyulishi mumkin, lekin kuniga 1-2 dollar topadigan insonlar uchun bu byudjetda sezilarli qismi. Undan tashqari bitta oila uchun bir kunda kamida 3-4 kanistra suv kerak bo'ladi. Bittasi 10 shilling turadimi? Ha, bittasi 10 shillingdan. Siz shunda buni o'zingiz uchun oldingizmi yoki sotish uchun? Sotish uchun 10 dan olaman, 15-20 dan sotaman. Paradoks qarangki, Nayrobini boy tumanlarda yashaydigan insonlar xuddi shuncha suv uchun 10 baravar kam pul to'lashadi. Chunki Kibera xuddi Braziliya favelalari kabi noqonuniy qurilgan shahar ichidagi shahar. Shu sababli hukumat bu joyga suv quvurlarini o'tkazib bermagan. Natijada Kiberada suv mafiyasi paydo bo'ladi. Ular quvurlarga norasmiy tarzda ulanib, Kibera aholisini suv bilan ta'minlaydi. 10 baravar qimmat narxdagi suv bilan. Eng alamlisi 10 baravar qimmatga olganingiz bilan bu suv toza bo'lishiga hech qanaqa kafolat yo'q. Chunki quvurlar Kibera bo'ylab juda qo'lbola usulda oqova ariqlar va chiqindi uyumlari orasidan o'tkazilgan. Shu sababli xolera, tif, diareya Kibera aholisini doimiy hamrohlariga aylangan. Ya'ni bu joyda suv qaynatmasdan ichish o'lim bilan lotereya o'ynashga teng. Ko'chalardagi mana shunaqa ovqatlanadigan shoxobchalarni hotel, ya'ni mehmonxona deyishadi, lekin bunaqa joylarda siz uxlamaysiz, yotib qola olmaysiz, faqat ovqatlanib keta olasiz. Nega bu joyga otel deb yozilgan? Axir mehmonxona emas-ku. Tunab qolishga sharoit yo'q-ku bu yerda. Kiberada uxlash mumkin bo'lgan joyni biz restoran deymiz. Ovqatlanadigan joyini esa otel. Agar ovqatlanadigan joy otel bo'lib, tunab qoladigan joy restoran deb atalsa, Kibera ko'chalaridagi boshqa yozuvlarga ham ishonib bo'lmaydi. Mana oddiy misol. Destiny Computer Services nomidan qanaqadir katta IT parkka o'xshaydi. Aslida bo'lsa, mana o'sha joy. Chang bosgan bir dona printer va Windows XP li Pentium 4. Yoki mana Sammy Furniture Mart eshitilishidan kamida IKEA ni raqobatchisiga o'xshaydi. Aslida bo'lsa, chiqindidan mebel yasaladigan oddiygina sex. Chiroyli ko'rinyapti, lekin buning ichida mana shu siz ko'rib turgan matraslar ishlatilgan. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq deng. Ha, shunday. Xullas nomi International Enterprise degan joy bor yo'g'i 2 metr kvadratli printerxona, Global Investment Group bo'lsa, bir qop ko'mir sotadigan oddiygina do'kon bo'lib chiqishi hech gap emas. Lekin nega odamlar bunaqa balandparvoz nomlarni tanlashadi? Chunki Kiberada nom bu umid, muvaffaqiyatga erishib qachondir mana shu vayronalar ichidan chiqib ketishga bo'lgan umid. Aynan shuning uchun aholi o'z bizneslarini Enterprise, Global yoki Innovation so'zlari bilan bog'lashadi. Bu ertangi kunga bo'lgan ishonchni orttiradi. Ya'ni bu shunchaki marketing emas, balki tirik qolish psixologiyasi. Lekin tan olish kerak. Chiroyli yozishi haqiqatda boplashadi. Kiberadagi bu ijodkorlik faqat nomlarda emas, balki kundalik hayotdagi har bir detalda ko'rinadi. Muammoni hal qilishga pul yo'qmi? Demak, miyani ishlatamiz. Mana misol uchun Bodo, ya'ni mototsikl haydovchisi quyoshdan saqlanish uchun soyabon o'rnatib olgan. Mana bu do'konchi bo'lsa, kartondan tom yasab, shamolda uchib ketmasligi uchun toshla bostirib qo'ygan. Bu opamiz boshidagi 30 kilolik bagaj bilan xuddi hech nima bo'lmagandek yuribdi. Xuddi boshida yukmas, yengilgina shlyapade. Mana bu akamiz ko'chaga divanni qo'yib olib, hayotdan rohatlanyapti. Mana bu qiz esa suvi tejab
ichishi ajoyib usulni o'ylab topibdi. Bu do'kondan bo'lsa siz arqonda osilgan maishiy texnikalarni xarid qilishingiz mumkin. Mana bu amaldori plakatda shamolda qiyshayib qolmasligi uchun ikkita butilka osib qo'yishgan. Mana marhamat, kulba tomiga mohirona o'rnatilgan Wi-Fi router. Nima deysiz endi, hozirgi zamonda internet hamma joyda kerak. Yoki mana kuzatuv kamerasi. Lekin hatto kanalizatsiya yo'q joyda kamera nega kerak bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Hamma gap kiberadagi xavfsizlik darajasida. Bu vayronalarda jinoyatchilik nafaqat gullab yashnaydi, balki har bir hududda o'z mafiyalari bor. Bu yerdagi mafiya insonlarni juda qiynaydi. Qimmatbaho narsalarni, avtomobillarni o'g'irlashadi, ayollarni zo'rlashadi. Xullas, barcha yomon ishlar. Siz ham mafiya a'zosimisiz? Men yaxshi mafiyaman. Mana shunaqani orqamda dorixona. Bu dorixonada ham ko'rishingiz mumkin, panjaralari bor. O'zi bu yerda istalgan dorixona bo'ladimi, do'kon bo'ladimi yoki servis ko'rsatadigan joy, hammasida mana shunaqa panjaralari bor. Bu albatta xavfsizlik nuqtai nazaridan qilingan. Ichkariga kirib narsani o'g'irlab ketishmasligi uchun. Nima ish bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar, agar buni panjara ortida qilmasangiz, hech kim siz va mahsulotlaringiz xavfsizligini ta'minlab bera olmaydi. Mana orqamda kir yuvish xonasi, ya'ni laundry, prachечная deymiz. Hozir mana kiyimlarni yuvib, dazmol qilyaptilar. Albatta bu ham panjara ortida qilinadi. Mana bu oyoq kiyimlarni ko'ryapsizlarmi? Bu oyoq kiyimlar qachondir mana shu hududda jinoyat sodir qilgan insonlarga tegishli. Ya'ni ularni o'ldirib, oyoq kiyimlarini mana shu joyga osib qo'yishgan. Bu yerda taxminan 4 yoki 5 juft oyoq kiyim bor. Bu degani taxminan shu 5 ta odam o'lgan, 5 ta jinoyatchidan xalos bo'lishgan va nisbatan bu hudud xavfsiz degani. Simga osilgan oyoq kiyimlarni ko'rsangiz, bilingki, bu yer jinoyatchilardan tozalangan va o'zingizni xavfsiz his qilsangiz bo'ladi. Bu shunchaki yozuv emas. Bu kiberadagi eng dahshatli bandalardan biri. Gazaguzu Uptown belgisi. Har bir hududning o'z bandalari bor. Biz turgan joy dahshatli Gazaguzu Uptown bandasiga tegishli. Agar siz ularning a'zosi bo'lmasangiz, bu yerlarga kela olmaysiz. Chunki bandadagilar bir-birlarini juda yaxshi tanishadi. Agar baribir kelishga qaror qilsangiz, sizni avval zo'rlab, keyin ship-shiydon qilishadi. O'rtoqlar, bu joyi nima deb o'ylaysizlar? Menimcha hech qachon topa olmaysizlar. Agar devordagi rasmlarga e'tibor bermasanglar, bu xuddi qamoqxonaga o'xshaydi. Lekin o'rtoqlar, bu Keniyadagi bizga kelgan o'sha kiberadagi maktablar, bolalar o'qiydigan maktablar. Hello. O'rtoqlar, mana shunaqa joylarga tushib qolganinglarda umuman ishongilik kelmaydi. Yer yuzida mana shunaqa maktablar mavjudligiga taxminan 50 ta bolalar kichkinagina qorong'u xonaning ichida Kisai tilini o'rganishyapti, ya'ni o'zligini, mahalliy tilligini. Bitta o'qituvchi hamma yo'nalishlardan dars berar ekan. O'tda matematika ham bor, ingliz tili ham bor, bilan o'zining mahalliy tili ham bor, tashqi muhit, ekologiya, ya'ni bitta o'qituvchi hamma dars uchun. Nimadir eslatib haqiqatdan qamoqxonaga o'xshaydi. Panjaralarni qaranglar, hamma yoq panjara bilan o'ralgan. Bilmayman nimaga, lekin hamma yoqda panjaralar. Kiberada bolalarni o'qitish qiyin emasmi? Albatta, qiyinchiliklari bor, chunki har bir bola turli sharoitlardan chiqqan. Ba'zilar och qoringa uxlagan bo'lishlari mumkin, bilib bo'lmaydi. Maktabga kelishga nima asosiy motivatsiya? Birinchidan, bilimga chanqoqlik. Ikkinchidan esa albatta biz ularga beradigan tekin ovqatlar. Bizda bepul taom borligini ko'rgan bolalar shubhasiz maktabga kelishadi. Demak, bepul ovqat eng asosiy motivatsiya. Ha, shunday desa ham bo'ladi. Bunaqa sharoitlar albatta insonni chuqur o'yga soladi. Maktabdagi o'qituvchilar oyligi o'rtacha $50. Bu kuniga $1 dan sal ko'proq degani. Mana bu misol uchun o'qituvchilar xonasi. O'quvchilar ham xuddi shunaqa qizib turgan tungi xonalarda soatlab o'tirib bilim olishga harakat qilishadi. Partalar shu darajada zich qo'yilganki, doskaga chiqmoqchi bo'lgan o'quvchi stol xatlashiga to'g'ri keladi.
Hi, how are you? I'm fine. What about you? Me, I'm fine. What subject do you love the most? Science! What do you study in social? We study about it's a learning area that contains history, geography, and citizenship. Who you want to become in the future? Pilot. Pilot? Yes. Engineering. Engineer? Yes. What about you? Scientist. Scientist. Scientist? Yes. What about you? Engineer. And you? Scientist. Scientist? And what about you? Judge. A driver. Surgeon. Judge. Whoa, Arsenal fan. Arsenal fan. Yes. No. Arsenal best. Ha, kiberadagi bolakaylar orzu va umidlarga to'la. Ingliz tilini bilish darajasi ham yomon emas. Umuman Afrikani ko'plab davlatlarda ingliz tilini yaxshi bilishadi va bu albatta Britaniya imperiyasidan qolgan kolonial meros. Keniya kabi davlatlarning ingliz mustamlakasi bo'lganini insonlarning ismidan ham bilish qiyin emas. name is Victor. Hillary, Martin. Isaac Rex. Clinton. My name is Benedict. Mana bu bo'lsa mahalliy kinoteatr. Mana okalavoz yotishibdi. Hozir elektr toki yo'ligi uchun kutishyapti elektr kelishini. Ikkita televizor qo'yib qo'yishgan, ko'rishingiz mumkin. Bittasida futbol ko'rishar ekan, bittasida kino. Ha, inson qanaqa sharoitda yashashidan qat'iy nazar o'ziga ko'ngilochar mashg'ulot baribir topadi. Wakanda Aduna Adonayo Potindal kunan jomborom nan Potindal kunan jomborom nan 3, 4. Lelena tunayo Kiberani eng qashshoq aholisi mana shu temir yo'lning oldida yashaydi. Chunki bu yerda hech qanaqa ijara pulini to'lash shart emas. Taxminan mana shunaqa chaylalar qurib, shunaqa chaylalarda kun kechirishadi. It's a golf. Siz o'ylashingiz mumkin bu ishlamaydi deb, lekin yo'q, bu ishlab turadigan faol poyezd yo'li. Bu poyezd hatto Tanzaniya va Ugandagacha boradi. Poyezd bir kunda Va- necha marta o'tadi? Kuniga 5 marta. Bilasizmi, poyezd yo'li aholi yashash punkti atrofida bo'lgani uchun ko'plab baxtsiz hodisalar bo'ladi. Misol uchun 6 yil oldin shundoqqina men o'tirgan joyda poyezd relsdan chiqib odamlar ustiga ag'anagan. O'shanda deyarli 30 nafar inson nobud bo'lgandi. Vagonlarni ochganimizda ichida suyuqlik borligini ko'rdik. Bu o'simlik yog'i edi, tasavvur qilyapsizmi? U Ugandaga ketayotgan bo'lgan. Lekin endi u bizning o'lja edi. Kibera aholisi mana shu yog' bilan ancha vaqtgacha ovqat pishirgan. Paradoksni qarang, bu poyezd tufayli qancha odam o'ldi, lekin ayni shu poyezddagi yog' sababli qanchadan qancha odam qornini to'ydirdi. Mana bu eng katta kontrastlardan biri. Shunaqona orqamda juda ham elitniy bitta golf kort va bu yoq tarafimda o'sha mash'um Kibera. Ya'ni Kibera bilan elitniy golf kort shunaqona qo'shni. Shuncha dahshatni ko'rgandan keyin bir savol qiynaydi. Nega? Nega 21-asrda dunyo kosmosi zabt etayotgan bir paytda Afrikani eng rivojlanayotgan shaharlardan biri Nayrobida shunaqa jahannam mavjud? Nahotki Afrika yetakchilarini buni yo'q qilishga kuchi yetmasa? Aslida hamma gap Kibera borligi kimlar uchundir juda ham manfaatli ekanligida. Saylovlar yaqinlashganda Kibera siyosatchilar uchun oltin koniga aylanadi. Bir necha tonna tekin suv, bir necha qop un yoki shunchaki balandparvoz va'dalar evaziga bo'tdagi milliondan ortiq inson lavozini sotib olish mumkin. Kiberani yo'q qilish bo'lsa, kafolatlangan milliondan ortiq ovozdan ayrilish degani. Boshqa tarafdan xalqaro donorlar
Dunyodagi boy davlatlar, fondlar, milliarder va metsenat biznesmenlar Afrikadagi qashshoqlikni yo'qotish uchun har yili millionlab dollar ajratishadi. Lekin bu pullarning katta qismi har doim qatgadir g'oyib bo'ladi. Achchiq haqiqat shuki, Kiberadagi kambag'allik ma'lum bir elita uchun doim daromad manbai bo'lgan. Ya'ni Kibera qashshoqlik va baxtsizlik ustida qurilgan ulkan biznes. Undagi insonlar bo'lsa shunchaki statistik ma'lumot va navbatdagi saylovlardagi ovozli xolos. Shuning uchun ham Kiberada yillar o'tsa-da hech nima o'zgarmaydi. Chunki o'zgarish uni boshqarayotganlarga kerak emas. Men Haslerman. Bu nima degani? Hasler bu ishi yo'q odam. Kim nima ish taklif qilsa, hammasini qilaveraman. Tirik qolish uchun har qanday ishga tayyorman. Pul to'lashsa bo'ldi. Men ham Haslerman. Aslida Keniyada yashaydigan har bir inson Hasler. Misol uchun men videografman, lekin boshqa ish chiqib qolsa ham qilaveraman. Bu yo'q endi tirik qolish uchun kurash. O'zingiz tushunasiz. Hatto prezidentimiz janob Ruto ham yoshligida yo'l chetida tovuq sotib kun ko'rgan. Xalq ichidan chiqqan haqiqiy Hasler. Aslida u mana shu Haslerlar mamlakatini yaratdi. Xullas Keniya bu Haslerlar millati. Desafortunadamente, mientras peleamos en el party, te tengo que no puedo hacerme el inocente. Desafortunadamente, dicen que pertenezco a la calle y la verdad que se te pone caliente. A ti no puedo ser fiel, I'm sorry. Bir qarashda Kibera mavjud bo'lishi kerak bo'lmagan xatoga o'xshaydi. Lekin fakt u mavjud. Lekin fakt u Afrikaning eng tez rivojlanib kelayotgan shaharlaridan biri Nayrobida joylashgan. Lekin fakt 10 yillardan beri insonlar mana shu sharoitlarga ko'nikib, adaptatsiya qilib yashab kelishyapti. Shuning uchun bilasizlarmi, bu yerda eng og'riqli savol qanaqa qilib odamlar bu yerda kun kechirishyapti emas, balki qanaqa qilib bu joyi mavjudligi odatiy holga aylangan. Ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Izohlarda o'zingizni konstruktiv fikrlaringizni yozib qoldiring. Menga ular juda ham qiziq va dunyoqarashingiz kengayishda davom etadi. Biz yashab turgan yer sayyorasi qanchalik ko'p qirra ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi ko'rsatuvlarimizni o'tkazib bormang. Kanalga obuna bo'ling. Desafortunadamente